Assalomu alaykum hurmatli futbol ishqibozlari. Yorqin lahzalar kanaliga xush kelibsiz. O'ylaymanki, bu kanalimni ham qo'llab-quvvatlaysiz. O'zbekiston terma jamoasining Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yini oldidan mahalliy sport jurnalistlari Jon Makli bilan suhbatlashdik, deb yozmoqda Chempionat Aziya sayti. Salom Jon, siz bilan yana ko'rishib turganimdan juda xursandman. Salom do'stim, Dubayga xush kelibsan. Futbol mavzusiga to'xtalsak, Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining hozirgi holatini qanday baholaysiz? Yaqindagina ro'y bergan murabbiylar o'zgarishi jamoaga qanchalik ta'sir qildi? Javob: jamoa mart oyidan beri o'ynamadi. So'nggi o'yinni ular Shimoliy Koreyaga qarshi jarohatlarga to'la tarkib bilan g'alaba qozona olishdi va jahon chempionatiga chiqish imkoniyatlarini saqlab qolishdi. Natijalarga kelsak, murabbiy o'zgarishi jamoaga ta'sir qildi deya olmayman, chunki Kosmin hali o'yinni boshqara olmaydi. Ammo uning tayinlanishi jamoa uchun katta ruhiy dalda bo'lganiga shubha yo'q. Savol: murabbiy almashganidan so'ng jamoa tarkibida qanday asosiy o'zgarishlar ro'y berdi deb o'ylaysiz? Javob: Kosmin o'zi ishlagan jamoalarda himoyaviy o'yinni yaxshi yo'lga qo'yishi bilan mashhur. Shuning uchun sizlar Birlashgan Arab Amirliklarini mag'lub etishda qiynalishingiz mumkin. Shuningdek, u tarkibga Sharjaning bir qator futbolchilarini jalb etdi. Bu mantiqan to'g'ri, chunki u ularni juda yaxshi biladi. Savol: hozirgi vaziyatda jamoa uchun qanday natija kutsak bo'ladi? Javob: muxlislar va jamoa ikkinchi to'g'ridan-to'g'ri yo'llanmani qo'lga kiritish uchun faqat g'alaba kifoya qilishini bilishadi. Shuning uchun Birlashgan Arab Amirliklari O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'yinga juda erta tayyorgarlik ko'ra boshladi. Savol: Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasining kuchli va kuchsiz tomonlari nimalardan iborat? Ikki terma jamoalarni solishtirsak, qaysi biri ushbu o'yinga yaxshiroq holatda yetib keldi deb o'ylaysiz? Javob: O'zbekistonning butun Osiyo bo'ylab obro'si oshdi. Bunga sabab yosh futbolchilarning muvaffaqiyatli va asosiy terma jamoaning natijalari yaxshilanishi. Bundan tashqari, Husanov va Shomurodov Yevropa futbolida yuqori saviyada o'yin ko'rsatgani uchun Birlashgan Arab Amirliklari ular oldida turgan qiyinchilikdan xabardor. Ular hammasini bilishadi. Savol: Birlashgan Arab Amirliklari jahon chempionati saralashdagi imkoniyatlarni saqlab qolish uchun O'zbekistonga qarshi o'yinda g'alaba qozonishiga ishonishmoqdami? Jamoaning hozirgi ruhiy holati qanday? Motivatsiya qanchalik ko'p? Javob: juda katta. Agar ular g'alaba qozonib, ikkinchi o'rin uchun kurashni so'nggi 10-turga qadar saqlab qolishsa, Qirg'izistondagi o'yin ular uchun haqiqiy so'nggi jang bo'ladi. Savol: yangi murabbiy haqidagi ilk taassurotlaringiz qanday? Olario jamoasi nimalarga erishishi mumkin deb o'ylaysiz? Javob: bu birinchi taassurot emas, chunki Kosmin 10 yildan ortiq vaqtdan beri Birlashgan Arab Amirliklari futbolida ishlab kelmoqda va har bir kishiga, mahalliy insonlarga juda tanish. Uning qobiliyati barcha muxlislarga ma'lum va u Birlashgan Arab Amirliklari futbolidagi eng muvaffaqiyatli murabbiylardan biri hisoblanadi. Biroq u ham ideal murabbiy emas. Avvalroq aytib o'tganimdek, Olarioning ustunlik tomonlari bor, ammo Kosminning tanlaydigan uslubida kamchiliklar ham yo'q emas. Savol: shunday muhim paytda murabbiyni almashtirish to'g'ri qaror bo'ldimi? Paulo Bentoni iste'foga chiqarish shunchalik muhim edimi? Portugaliyalik mutaxassisga saralash bosqichi yakuniga qadar imkoniyat bersa bo'lmasmidi? Javob: bu saralashning 3-bosqichida kelingan, juda kech kelgan qiyin tanlov bo'ldi. Ammo ko'pchilik Bento jamoani yetarlicha kuchaytira olmadi degan fikrga ishondi. Futbolchilar Bento bilan ishlashda davom etmoqchi edi, ammo natijalar o'z so'zini aytdi. Atiga 2ta saralash o'yini qolganida yangi murabbiyni olib kelishga qaror qilindi va mamlakat futbolidagi eng tajribali mutaxassis yangi bosh murabbiy etib tayinlandi. Savol: yangi murabbiy aynan shu bellashuvdagi natijaga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Javob: aytganimdek, Kosmin jamoani himoyada yaxshiroq o'ynatishi kerak, lekin uning eng kuchli jihati motivatsiya qobiliyatidir. Shubhasiz, u futbolchilarni o'zgacha ruhlantira oladi va bu bir necha yillardan beri ishlab kelmoqda. Kosmin shunisi bilan ham mashhur. Savol: O'zbekiston terma jamoasida Husanov, Fayzullayev va Shomurodov kabi futbolchilar qaysi klublarda o'ynayotganini va qanday o'yin namoyish etayotganidan xabardorsiz? Sizningcha Birlashgan Arab Amirliklari terma jamoasidagi qaysi futbolchilar raqibga ko'proq xavf tug'dirishi mumkin? Masalan, hozirgi kundagi Birlashgan Arab Amirliklari tarkibida Eldor Shomurodov kabi birgina vaziyatdan foydalanib keta oladigan futbolchi bormi? Javob: O'zbekiston tarkibidagi futbolchilarning darajasini hisobga olsak, darvozabon Xolid Eysa Birlashgan Arab Amirliklarining asosiy yetakchisi.
va eng tajribali o'yinchi. Sani siz aytgan futbolchi deb ayta olaman. Braziliyada tug'ilgan jangovar yarim himoyachi Marcos Melonini ham ta'kidlab o'tishim mumkin. Hujumchilar Fabio De Lima va G'arib Abdulla ham o'ta xavfli. Shu futbolchilarni aytib o'ta olaman. Savol: ertangi uchrashuvga taxmin bildirib o'tsangiz. Javob: o'ylashimcha, Birlashgan Arab Amirliklari raqibini qarshi hujumda ushlay olishi qiyin bo'ladi. Menimcha durang qayd etilsa kerak. Amirliklar terma jamoasi uchun to'g'ridan-to'g'ri jahon chempionatiga chiqish imkoniyatini taqdim etmaydi. Ammo durang ham Bento jamoasi bilan solishtirganda ancha yaxshi natija hisoblanadi. O'zbekiston saralashda faqat bir marta yutqazdi. Shuning uchun durang terma jamoangiz uchun yaxshi natija bo'ladi deb hisoblayman. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli muxlislar? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.